Assalomu alaykum, mana hurmatli kuzatuvchi ayollar. Bugungi mavzuimiz uzun sochlar haqida emas, balki ko'pchilik ayollar muammosi bu qin devorlar tushishi va bachadon tushish holatlari haqida. Qin devorlar tushishi sistatsiyali va laktatsiyali bo'lishi mumkin. Sistatsiyali bu qinning oldingi devori, laktatsiyali orqa devorining tushishi holati. Ana undan keyin esa bachadon tushish holati kuzatilishi mumkin va uni to'rtta darajasi mavjud bo'ladi. Qani ketdik. Bu esa rasm va man rassom emasman, lekin dehqonchasiga tushuntirish harakat qilaman. Bu bizada bachadon va bachadon bo'yni. Bachadon bo'yni qinga nisbatan o'zgarishi bachadon tushish holatini darajasini belgilaydi. Qinning uzunligi normada 8-10 santimetr tashkil etadi va bachadon tushish holati bo'lganda birinchi darajasida bachadon bo'yini qinni kirish qismidan 1 santimetr ichkarida bo'ladi. Ikkinchi darajasida qinni kirish qismiga kirib bo'ladi. Uchinchi darajasida qindan tashqariga chiqib qoladi va to'rtinchi darajada esa bachadon va bachadon bo'yni tashqariga chiqib qoladi. Buni hattoki o'zingiz ham aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun ko'rsatkich barmog'ingizni qinga kirgizib, bachadon bo'ynigacha bo'lgan masofani o'lchashingiz mumkin bo'ladi. Agar sizda ko'rsatkich barmog'ingiz bachadon bo'ynigacha butun 3 ta falangasi kirsa, sizda bachadon tushish holati yo'q. Agar sizda ko'rsatkich barmog'ingiz 2 ta yoki 1 falangasi kirsa, demak sizda bachadon tushish holati kuzatilishi mumkin. Bachadon tushishini oldini olish uchun esa siz muntazam kegel mashqini qilishingiz kerak bo'ladi. Agar siz dangasa bo'lsangiz, bizning klinikamizda CO2 lazer apparatidan muolaja olishingiz mumkin bo'ladi va mashhur kegel kreslosidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat, siz bilan doktor Umida Fayz.